Menimcha men ketganimdan keyingi do'stlar balki odam kirmagan. Yo'q kirgan. Lekin bu kuni chiqarib tashlagan xonani, tushunasizlarmi? Men achinib ketyapman shuncha qilgan mehnatimga. Hozir tozalab qo'yapman. Yana где-то bir oydan sal ko'proq vaqtdan keyin Antaliyaga uchaman, 3 oyga yo 1 yilga. Ana undan keyin qaytib kelsam, qaytib kelish niyatim yo'q. Lekin mabodo qaytib kelsam, где-то shu o'g'limga bir ro'ga qaytishim mumkin. O'shanda qaytadigan bo'lsam, bu yerga kirib bo'lmaydigan ahvolda ko'rsam kerak yana. Shunaqangi negativlar yozib tashlaylar o'shalarga. Negativ yozaveringlar, bugun kechiraman negativlarni, chunki negativga ardirli ish qilibdi bular. Negativ menga nisbatan qaratilmasin-da, lekin men uyimda haligi sizlar o'ylaganchalik, haligi nima deysizlar? Yo'q, eng yomon narsa aytaymi? Nonni vol qilyapti, ko'zi ko'rib bo'ladi bularni hali. Bir gandel o'g'illab sotib yuborgansan deb menga ayblab qo'ydi. Ha, o'lib ketsin, o'sha temirini ko'rib turib sotib yubormading ham. Battar bo'lsin, kimdir sotib yuborgan shu opamnikini ham sotib yuborgan temirlarni aralashtirib bilmasdan dedim. Qizig'ini aytaman, o'sha haromxo'r gandelni ko'rganman. Lekin men sotib yubormaganman, tushunasizlarmi? Chunki o'sha haromxo'rda biz samon o'tganmiz-da men. Ha, ayam trelida o'sha haromxo'r gandel temirda samon o'tganmiz. O'shaning uchun kerakligini bilardim. Ko'tarmas ekan. O'g'irlab sotib yuborgansan, judasida gapni ko'paytirdi. Jonimga tegib ketgan. Tushunasizlarmi? Minetdan qo'rgan. Yo'q, men nimaga o'g'irlikda aybladi? O bo'ynida xoch turibdi degani, sendan ko'ra halol degani. Uncha-munchalarni bilib olaveringlar, o'zinglar uchun ma'lumot. To'g'ri, hammasi ham emas. Lekin aynan men shunaqaman. Endi kimdirlar yana shunaqa qilsam bo'yniga xoch toqib yomon chiqmasin deb oldin aytib qo'yapti. Shularni ham endi qaranglar, chinnichiroq qilib ketaveraychi. Nima deydi? Yaxshidan boq qolar, yomondan doq qolar. Sotib yuborganmiz. Yana bitta olti nima edi haligina. Zokir. Shu taksi bilan gaplashib yuribman ekan. Bitta narsada men oila qurmaganman, lekin rasman oila qurganman. Ya'ni oila qurmayapman, lekin oila qurganman. Xullas buni tushunib olasiz o'zinglar. O'zi oila qurgan, lekin oila qurmagan degan ma'nosi gapimi? Oila qurganman, lekin birga yashamayman. Prosta oilasi bor degan nomim bor. To'g'ri, bitta farzandim bor tutinga. Bu yolg'on emas. Lekin oila qurmaganman hali. Kelajakda 3 ta qiz farzandim bo'lishi borga. Lekin mana bu uyni tozalab tutishiga endi ishonish qiyin. Mana men shoshga ekanman, mayli tozalab qo'yyapman. Do'stlar, o'zim uyimdagi challenge qilib olmoqchi edim. Qarasam, challengeimiz serial bo'lib ketar ekan, shuning olmadim. Xo'sh, 3 dunyo большой уборка. Katta уборка bo'ldi, 3 kun davom etdi bu уборкamiz, tushunasizlarmi? Prosta bitta uydagi o'zim o'tirgan xonaniki shu darajagacha rasvo qilishgan ekan. Odam qadam bosa olmaydigan darajada to'ri yotuvda kelganimda, tushunasizlarmi? Hozir aytgan videoda ko'rdilaring. Hatto mana tozalab qo'yganimdan keyin mana bo'pti. Mana shu gilamni keyin videoga oldim. Yana qo'qib ketmanglar dedim-da. Shunaqa iflos o'tiramkan odam, buni o'gay akasi, buni bir tomchisiga ham arzimaydi demanglar-ku. Lekin deslar aylanmaydi. Rostdan ham arzimaydi bir tomchisiga. Lekin hayot mabodo ortiqcha zulm qiladigan bo'lsa menga dalilim bor. YouTube kanalimda mana sizlar ko'ryapsizlar. Menga dalil nima desam bo'lar ekan? Dalilim bor ekanki, qarshilik qilgan bilan foydasi yo'q. Chunki rostdan ham iflosab o'tiribdim, iflosab o'tirganam, iflosab o'tiribdi deysiz-da. Nima deysiz boshqa? Voy oppoq olib o'tiradi uylarda. Chiroyli qilib, krasavitsa qilib o'tiradi demaysiz uyda. Haqiqatda aytayapman, endi yolg'on gapirishda aytyapman-ku. Bizga qat'iyan yolg'on gapirish taqiqlangan. O'sha uchun yolg'on gapirmayman. Ammo tozalab, do'stlar, xullas ana mana qilib videoni qo'yib turib gapirishimga to'g'ri keladi, chunki bu hali ish ko'p. Bugun tekin tomoqlarga ham qo'yib qo'yishim kerak kamiga.
Voy unadiming, dadingiz yaxshi, aka yaxshi. Ha, senlar men bilan kelib yashab qo'ygandek gapirasanlar-da, menga kelib yashab qo'ygandek gapirasanlar. Yashab ko'rsang bilasan. Yashab ko'rsang bilasan. Zulmdichi hammayam kuch yetgani qiladi, menga zulm qiladi xolos. Lekin u ahmoqlar o'ylamayapti-da, men soddalikdan foydalanyapti deydi o'zicha. Seni soddaligingdan foydalanib nima qilganikin ota degim keladi. Ha, uni soddaligidan foydalanib men nima qilib rostdan? Uni o'ldirib yormagan bo'lsam, uni ko'mib yormagan bo'lsam, qiynab yording. O'zidayib otani. Sizlar bitta sirdochimi? Ha? Mani haqiqiy ism familiyam, haqiqiysi, realnisi Ahmedov Asliddin Azizaxon farzandi bo'lgan. Birinchi metrikamda. Pastoriyada Xoldarpasning Jumanazar o'g'li bo'ldi. Hayot shunday aylantirib tashadi. Aliyev Alixon Azizaxon farzandi bo'ldim. Qaranglar, dunyo qanaqangi qiziq. Otalik huquqidan mahrum qolaman deb, o'z partiyagacha telefon qildim, mahallachi shkolaga bekor qilib yubordi. Rosa sarson bo'ldim, ishoninglar. Ha, o'lib ketsin. Ag'bag'i bir oydan sal ko'proq. Uni 22 ga kirgandan keyin qarab turinglar, hali meni sonimga kirmadi, xolos bo'ladi. Chunki kirni ham o'zim yuvib beraman-da. Ha, kecha kuni mashina olib keldim bozorimdan. Eski bozordan bo'lsa ham zato ishlayapti mashina. Qolashdan olib keldim. Ha, ishlasa o'tib uylar. Yo'q, ishlasa o'tib kelgandan keyin mana botdan mana shuncha soqolni qo'yib olgan yeri o'shanga mos harakat qilish kerak odam. Haqorat juda yuqori, harorat uzr so'rayman. Haqorat eshitdim. Endi nima deysizlar? Muxlislar, sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Tozalab bo'lgandan keyin video qilib, men tozalab bo'ldim deb sizlarga tashlab yuboraman. Ko'ringlar. Bir mazza qilaylik. Negativ fikirlar. Mazza qilib akamga negativ yozinglar, o'gay akamga.